Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana kech bo'lib qolsa ham bir arlarni xabar olib ketayin deb arlarni yoniga keluvdim dalaga. Mana shu oylarni bir ochib tekshirib ko'rgim kelib qoldi. Hozir shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shu matkasi Karnika Peshets 2024-yil matkam. Bu yil 2-yilga ishlayapti. Oilamizda eng oxirgi ramkasi. Oxirgi ramkada ham tepa qismida mana ovqat, o'rtalarida tuxum bor ekan. Ikkinchi ramkamiz ham mana yarmi to'la gulchang va gulchang yaxshi kelayotgan. Gulchangni bosib tashlashibdi. Mana bu qismlarda ochiq tuxumlar. Mana matka Karnika Peshets. Mana 3-chi ramkasida ham tuxum. Mana 4-chi ramkasi tepa qismida endi yopishni boshlabdi. Qolgan qismlarda ham hammasida urug'. Mana lichinkalar yopib kelyapti ekan sekin. Mana 5-chi ramkasi. 5-chi ramkasida ham mana tuxum rasplod. 6-chi ramkasida mana bu qismlarda lichinkalar endi yopiladigan. Mana qolgan qismlarni endi yopishni boshlabdi. Mana 7-chi ramkasida ham shu holat. Mana qismlarida lichinka, qolganlari mana sekin yopishni boshlabdi. Mana oxirgi 8-chi ramkasi. Bu ramkada ham mana to'liq urug' rasplod. Mana bunisi chiqishga kelib qolibdi. Mana shu oilamizda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ramkada o'tirsa, shuni 6 tasida rasplod bor ekan. Xudo xolasa mana shunday oilalar paxtadan yaxshi shira kelib tursa, yaxshigina asal yig'ishlari mumkin. Oilamiz mana shu holatda. Hozirgi kunda mana asosiy asal kelish mavsumiga mana bir hafta 10 kun bor. Iyul oyining bir 10-sanalaridan havo harorati bir xilda bir 38-40 gradus atrofida isib tursa, paxtalar yaxshigina shira ajratadi. O'sha kunlargacha mana bunday rasplodlar chiqib, arilar bu yashikka siqmasdan ketadi. O'sha holatda bulardan yaxshigina asal olishimiz mumkin. O'shanda iyul oyining oxirigacha ishlasa, mana shu oilalar 10-15 kilo atrofida asal berib qoladi, Xudo xohlasa.